Assalomu alaykum tomoshabinlar hamda obunachilarimiz. Namangan viloyati Chust tumanida tog'li zona terak ekish jarayonlarimiz daryo bo'yida teraklar ekilyapti. Osilib baholasa zo'r. Ta'lim taom toshyapti. Yo'l tanlamas mashinamiz toqqacha chiqib keldi. Mana ekish jarayonlari. Ta'lim taom olyapti astedil. Bunlarni qashab. Bemalol telefon qilaverasizlar. Videolar yoqayotgansa bitta bilan bosib qo'yaylik. Jalk emasdir, hech kim yelkasida ko'tarib yurmaydi. Ting ting bosib qo'ysa bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.